O'zbekskaya mechta, o'zbek armoni bormi? Milliy darajadan mintaqaviy darajaga kamida chiqishimiz kerak. Ana undan Memleketlik keyin darajadan aymoqlik darajaga. albatta. O'zbek boksyoruna jengilsa biz o'ta qattiq жаңағы emotsiyaga berilamiz. Qalaycha u qozoqlar жаңағы O'zbekistonga jengildi degan. O'zbekiston bu sammitga mezbonlik qilgan va shu Samarqandni o'zida Samarqand ruhi degan yangi bir ibora kiritildi tilimizga. O'zbekning ideologiyalik yo'li qanday? Markaz bo'lgan. Mana shu markaz ma'nosida biz Samarqand ruhini yana qaytadan tiklash, ya'ni Markaziy Osiyoni yana o'zligiga qaytarish, ya'ni qudratiga qaytarish. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде Central Asian Dream бағдарламасы. Біз бағдарламамыздың негізгі мұратынан, мақсатынан айырылмай орталық Азияны тануды жалғастыратын боламыз. Осы аптадағы бағдарламамызда біз Өзбекстан және Өзбекстанның орталық Азиядағы саяси, экономикалық, идеологиялық рөлін Өзбекстаннан келген қонағымызбен талқылағымыз келеді. Себебі Өзбекстан Збигнев Брежинский өзінің ұлы шахмат тақтасы кітабында айтқандағыдай орталық Азияның жан дүниесі, ал Қазақстан орталық Азияның қорғаны деп айтқан болатын. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызда біз Өзбекстанға арнайтын боламыз. Арнайы бүгінгі эфирімізге қонақ болып келген Умарова Наргиза Бахадуровна Дүниежүзілік экономика және дипломатия университетінің перспективалы халықаралық зерттеулер институтының жетекші ғылыми қызметкері. Бүгінгі студиямызға келгеніңізге көп алғысымызды білдіргіміз келеді. Ассалаумағалейкум, рахмат, тәкрир. Енді алғашқы сұрағымыз, біз әлемде көп нәрсе айтамыз. Біз бағдарламамызда орталық Азия мұраты деп аталады. Американский мечта деген нәрсе бар, қытайлық арман деген нәрсе бар. Бірақ қазақ арманы немесе қазақтың жолы деген сияқты, орталық Азия арманы деген сияқты бар ма деп. Өзбекская мечта, өзбек арманы бар ма? Ол өзбек арманын үлкейтіп, орталық Азия деңгейінде де идеологиялық бір жоба ретінде ұсынылатындай өзбектің идеологиялық жолы қандай? Осы нәрсені айтып берсеңіз. Avvalambor rahmat taklif uchun, juda ham xursandman shu studiyada ishtirok etayotganimdan ko'rsatuvda. Savolingizga kelsak, juda ham bir paytning o'zida ham murakkab, ham ko'p qirrali savol. Bu savolga javob berish uchun Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning yaqin o'tmishdagi o'sha oxirgi 30 yil ichidagi tarixiga biroz nazar tashlash kerak. Ya'ni biz yangi mustaqil respublikalar bo'lib rivojlanishni boshlaganimizdan so'ng har bir Markaziy Osiyo respublikasi afsuski o'zini g'oyaviy yo'lini yoki loyihasini yaratishga harakat qildi. Shu jumladan O'zbekiston ham biz eslaymiz. Arzu maqsadmi? Arzu maqsad. Milliy istiqlol g'oyasi atrofida birlashtirishga harakatlar bo'ldi. Mana oxirgi yillarda 3-renessans degan bir g'oyaviy konsept paydo bo'ldi, lekin milliy istiqlol g'oyasi o'zini juda ham kutilgan natija bermagani uchun keyingi bosqichda biz 3-renessans degan bir konseptni ilgari surdik, lekin u ham oxirigacha bir shakllanib, tugal bir holatga kelmagan. Meni nazarimda bugun 2018-yildan buyon Markaziy Osiyo respublikalari aynan O'zbekistonni dunyoga ochilishi va tashqi siyosatda Markaziy Osiyoni ustuvor yo'nalishda belgilagan fonida Markaziy Osiyo respublikalari yana birlashishni boshlashdi. Meni nazarimda bizning keyingi g'oyaviy rivojlanishimiz yoki keyingi loyihamiz balkim O'zbekiston orzusi yoki Qozog'iston orzusi yoki Tojikiston orzusi emas, Markaziy Osiyo orzusi sifatida shakllanishi kerak deb o'ylayman. O'rtacha Osiyo murod. Ha, milliy darajadan mintaqaviy darajaga kamida chiqishimiz kerak. Ana undan keyin memleketlik darajadan aymoqlik darajaga. Albatta. Undan keyin
global darajaga, ya'ni dunyoviy darajaga yetamiz. Chunki siz dunyoviy darajaga yetishingiz uchun qudratingiz shunga yarasha bo'lishi kerak. Biz kichkina respublikalarmiz, yakka holatda, ayro holatda, lekin birgalikda biz anchagina katta kuch bo'lamiz. Mana shu kuchni shakllantirib olish kerak. Shakllantirishda g'oyaviy qismi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Men hozir ko'ryapmanki, Markaziy Osiyoni bu aynan g'oyaviy konsept sifatida taqdim etilmayapti, lekin baribir o'sha boshida biz integratsiya jarayonlarini boshlaganimizda 2017-18-yillarda Markaziy Osiyoni qudratli, o'ziga to'q va iqtisodiy jihatdan rivojlangan mintaqaga aylantirish maqsadi ilgari surildi. Menimcha mana shu maqsad atrofida g'oyani ham qursa bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni Markaziy Osiyo g'oyasi bo'lsin. O'rtoq Aziyaning maqsadi. Katta rahmat. Bir O'rtoq Aziyada biz kichkina mamlakatlarimiz deb aytasiz, biroq da biriksak biz shunымен de kuch bo'lamiz. Sebebi O'zbekistonda 36 million odam, Qozog'istonda 20 million, Tojikistonda, Turkmanistonda, Qirg'izistonda shamamen 10 milliondan, O'rtoq Aziyada 80 milliondan астам халық жасайды. Және жақын маңда бұл одан да 100 миллионның шамасында көбейетін прогноздар бар. Бірақ та біз осы өзіміздің аймағымызда бір проблема бар, perception деген. Біз бір-бірлерімізді кезінде мүмкін Совет өкіметінен қалған бірімізбен бірімізді көп жарыстырып қойған психология бар. Біз кейде енді көрерменге түсінікті болу үшін айтқым келеді. Біз Қазақстанда қазақтың боксері ресейлік боксерға жеңілсе біз онша ашуланбаймыз да көңіліміз. Бірақ өзбек боксерына жеңілсе біз өте қатты жаңағы эмоцияға берілеміз. Қалайша қазақтар жаңағы Өзбекстанға жеңілді деген. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді, өте күшті. Мәселен, бокстан әлем чемпионы болады, 13 медальдің топтамасы сараптамаға салады. Соның 9 алтын өзбек пен қазақ, 9 күмісін өзбек пен қазақ жеңіп алды. 13 медаль, 9 комплект Орталық Азияда да. Бірақ та біз кейде бір-бірлерімізбен әлемде Орталық Азияда бокс мықты деп емес, біз өзбектен оздық, өзбек қазақтан озды деп проблема болады. Perception проблемасы. Осы Назарбаев пен Каримов заманында да Орталық Азияның лидерлігіне ұмтылған процесс болып еді. Қазіргі президенттеріміз прагмат. Мирзоев мырза да, Тоқаев мырза да прагматикалық тең дәрежедегі қарым-қатынасты қалайды. Халықтар perceptionнан өтті ма? Қандай проблема бар? Menimcha yo'q, lekin siz mana ikkita davrni eslatib o'tdingiz. Oldingi prezidentlar davri va bugungi prezidentlar davri. Aslida mening nazarimda ikkala holatda ham Markaziy Osiyoni ikkita yetakchi davlatni, endi buni obyektiv qabul qilish kerak. Yetakchi birimiz demografik jihatdan katta davlat bo'lsak, ikkinchimiz Qozog'iston masalan iqtisodiy jihatdan anchagina qudratli davlat. Shuning uchun bu tabiiy yetakchilik. Bu kimnidir kamsitish ma'nosida aytilayotgan gap yo'q. Lekin mana shu ikkita respublikani bir-biri bilan to'qnashtirish oldin ham, hozir ham tashqi kuchlar tomonidan amalga oshirilyapti. Aslida bizning o'zimizni istagimiz bilan emas, ya'ni tashqaridan bu narrativlar kelyapti. Sirtdan. Buni eslatmoqchi edim. Bugun ham bu kuch, bu harakatlar to'xtagani yo'q aslida. Faqat bu harakatlarga bizning qarshi harakatlarimiz kuchaygan xolos. Avvalgi holatga qaraganda, avvalgi ikkita prezident davridan qaraganda, bugungi davrda biz qarshilik ko'rsata olyapmiz. Eng katta qarshi kuchimiz bizning 5 ta respublikani birlashuvi bo'lyapti. Bu eng katta qarshi turadigan kuch. Bu bir qalqondek bo'lib turibdi-da hozir. Lekin baribir u kuchlar ham harakat qilyaptiki, o'zaro nifoq solishga. Nafaqat O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida. Boshqa qo'shnilarimiz o'rtasida ham bo'lyapti bu holatlarni biz yaqin o'tmishda ko'rdik. Endi siz juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Biz yakka-yakka u sportda bo'ladimi, u madaniyatda bo'ladimi, u siyosatda yoki iqtisodiyotda bo'ladimi? Bundan qat'iy nazar birgalikda harakat qilganimiz albatta yakka holatdagi natijalarimizdan ko'ra ko'p karra ortiq bo'ladi. Bizning salohiyatimiz juda ham kuchli. Menga masalan siz aytayotgan g'oya juda ham yoqyapti. Mana shaxmatda ham xuddi shu masalan. Shaxmatdan O'zbekiston jigitlari Nodirbek o'ta mixti. Axir biz bir asr oldin kim edik? Biz turkman, qozoq, tojik yoki qirg'iz, o'zbek emas edik. Biz Turon,
va Turkiston zamini edik. Mana shu holat, mana shu konseptga hozir biz faqat Markaziy Osiyo holatida kelmoqchimiz. O'shaning uchun qarama-qarshilik ikkita kuchni, ikkita mamlakatni, ikkita xalqlarni, ikkita xalqlarni tarixini, hatto ajdodlarni ham qarama-qarshi qo'yish bir-biriga bu harakatlar bo'ladi. Bunga tayyor turishimiz kerak. Sirtdan, albatta, tashqaridan. Lekin bizning ichkarimizdagi holat shunga qaratirish kerakki, birlashuvga. Biz o'tmishdoshlarimizni, buyuklarimizni, tariximizni, shaharlarimizni, madaniyatlarimizni talashishimiz kerak emas. Ularni aksincha birlashtiruvchi kuchga aylantirishimiz kerak. Siz o'sha yerda bir yaxshi narsa aytdingiz. 3-renessans, O'rtoq Osiyoning 3-renessans. Shavkat Mirziyoyev mirza so'nggi ma'lumotmasida o'sha Samarqandda o'tib жатқан O'rtoq Osiyo Yevropалық одақ саммитінің алдында resmiy so'zінде Samarqand O'rtoq Osiyoning diplomatiyalik астанасы деп мәлімдеме жасады. Мен сөзіміздің басымызда да айттым. Жалпы әлемдік зерттеушілер Орталық Азияны қарастырған кезде Өзбекстан Орталық Азияның жан дүниесі, душа деп айтады. Қазақстан шит деп айтады. Осы мәселеге мынау ренессанс тұрғысынан, Самарқандтың рөлі тұрғысынан, Өзбекстанның жан дүниесі, душа ретінде тағы да қандай ұсыныстар бар, соны тарқатып айтсаңыз. Endi bu atamalarga Samarqandni qo'shilishi aslida bu bir Samarqandni o'tmishdagi maqomiga qaytish, ya'ni maqomini qayd etish bo'lgan harakat deb tushungan bo'lardim. Shaxsan men buni shunday talqin qilgan bo'laman, chunki biz bilamiz Samarqand o'rta asrlarda dunyoni titratgan buyuk imperiya, ya'ni Timuriylar davlatini, imperiyani bugungi til bilan aytganda Timuriylar 3-renessanspa sol kezdе? Ikkinchi renessans bu davrga to'g'ri kelgan. Birinchi renessans biz bilamiz ilk o'rta asrlar, 9-11 asrlar, ya'ni buyuk Beruniy, Xorazmiy davrlariga to'g'ri kelgan. Shu buyuklarimiz qilgan bu renessansni. Ikkinchi renessans aynan Timuriylar hukmronligi davriga to'g'ri kelgan. Men yana bitta iborani yoki yangi atamani, siyosiy atamani balkim to'g'riroq bo'lardi, eslatgan bo'lardim sizga. Bundan 2 yil burun aynan Samarqand shahrida birinchi marotaba Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlarining sammiti o'tkaziladi. O'zbekiston bu sammitga mezbonlik qilgan va shu Samarqandni o'zida Samarqand ruhi degan yangi bir ibora kiritildi tilimizga. Mana shu iboraga ko'proq urg'u berishimizni xohlagan bo'lardim. Nega ruh? Nimadan iborat bu? Samarqand ruhi. Xuddi shu iborani yaqindagina biz bilamiz, mana kecha Samarqand shahrida nega diplomatik poytaxtga deb aytilayotganiga yana bitta isbot. Yirik anjumanlar. Markaziy Osiyo doirasida, Markaziy Osiyo bilan bog'liq anjumanlar. O'zbekiston bilan bog'liqgina emas, aynan Markaziy Osiyo bilan bog'liq anjumanlar Samarqand shahrida qabul qilinyapti. Mana Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti. Kechaginday ilk marotaba yuqori darajadagi Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi sammiti Samarqandda boshlandi. Va shu sammitdan oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevropaning yetakchi Euronews demak telekanaliga intervyu beradi va shu intervyuda xuddi shu Samarqand ruhini yana bir bor eslatdiki, qaysi ma'noda? Samarqand o'tmishda madaniyatlar, sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan va shu madaniyat, sivilizatsiyalarning eng ulkan yutuqlarini o'ziga singdirgan va Markaziy Osiyo doirasida tarqalishiga juda ham katta hissa qo'shgan markaz bo'lgan. Mana shu markaz ma'nosida biz Samarqand ruhini yana qaytadan tiklash, ya'ni Markaziy Osiyoni yana o'zligiga qaytarish, ya'ni qudratiga qaytarish ma'nosida ishlatilyapti deb shu endi men o'z so'zlarim bilan tushuntiryapman sizga. Lekin mana shu ma'noni berdilar-da. Demak, Samarqand ruh O'zbekning qana Samarqand ruh bo'lmau kerak, O'rtoq Osiyoning Samarqand ruh bo'lgan. Samarqand O'zbekiston hududidagi shahar bo'lgani bilan men buni Markaziy Osiyoga tatbiq etuvchi ibora sifatida qabul qilishlarini xohlardim va teletomoshabinlarga ham shu narsani aytmoqchiman-da. Masalan, biz Samarqand deymizmi yoki biz Xivani islom madaniyatini poytaxti deymizmi yoki masalan mana Qozog'iston hududida ham juda ham tarixiy qadamjolar yoki tarixiy shaharlar ko'p, misol uchun Turkiston shahri bor. Buni ataymizmi yoki boshqa shaharlarni aytamizmi? Bundan qat'iy nazar biz
bu shaharlarga bittagina mamlakat doirasida qarashimiz kerak emas. Hozir bu dunyo qarashi unutishimiz kerak. Endi kengroq mintaqa doirasida qarashimiz kerak. O'ta durust. Mana shunga chaqiriq aslida. Bu iboralarni tilga, muomalaga kiritilishi, Samarqand ruhini muomalaga kiritilishi, xuddi bilasizmi, Xitoy ham Shanxay hamkorlik tashkilotini demak, yetakchi davlat sifatida esingizda bo'lishi Shanxay ruhi degan iborani Shanxay ruhi bo'lgan. Kiritgan edi. Endi Xitoy o'z holicha, Xitoy hech kim bilan birlashmadi, lekin bizning oldimizdagi masala birlashuv masalasi. O'shaning uchun Samarqand ruhi bu aslida Markaziy Osiyo ruhi bilan sinonim ibora. Endi hurmatli ko'rganlar, biz sizlarga tag'i bir narsani ayta ketgimiz keladi. Biz mana O'rta Osiyoning xalqlari bir-birimiz bilan aralashgan кезде кейде орыс тілінде сөйлесіп жатамыз. Ал қазір біз осы бағдарламамыз арқылы Орталық Азияның халықтары бір-бірін емін-еркін әркім өз тілінде айтып та түсінісе алатындығымызды дәлелдегіміз келеді. Біз тағы да бір рет студиямызға келген, Өзбекстаннан, Ташкент қаласынан арнайы келген Наргиза Бахадурқызына алғысымызды білдіргіміз келеді. Құрметті көрермендер, Орталық Азияның мұраты бірлік, әрқашан бір қолдың бес саусағындай 5 мемлекет бір болайық. Сау болыңыздар. Rahmat.